Sergelini zo'r lokatsiyasidan 3 xona bez remont holati bo'lsa, uy olib o'zimni tabimga qarab remont qilib olaman degan qadrdonlarimiz uchun ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan zal sifatida foydalanishayotgan ekan. Hozir xonadonimizni Sergelini eng zo'r bo'lgan lokatsiyalardan yonimizda Korzinka, bog'cha, maktab hamma sharoitlarimiz bor. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Hol qismi, kirish eshigimizni va yonimizda bu yerda spalni sifatida foydalanishyapti. Zal razmerida kattagina xonamizni tashqari qaragan oynalari bor xonadonimizda va bu yerda bolalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasi ham tashqari qaragan oynalari bor. Xonadonimizning o'zingizni tabizga qarab bitta remont qilib olasiz. Shu holatda ham agar investitsiyaga oladiganlar bo'lsa ham olib turib ijarachi qo'ysa bo'ladi. Bu atrofda 400-500 dollardan bemalol ijarachi qo'yiladi. Bu yerda hojatxonamiz va uning yonginasida yuvinish xonamiz, bu yerda eski oshxonaning o'rni bo'lgan. Hozirgi kunda bitta xona sifatida foydalanishyapti. Oshxonamiz 2/6 balkonga olib chiqilgan. Bu yerda mana oshxonamiz va bu yerda o'zbekona ravishda tapchan qismi. Xonadonimiz Sergeli tumani, Sergeli 2 da joylashgan bo'ladi. 5 qavatli domni 5-qavatida 78 kvadratdan iborat bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, eng shirin joyi buni narxi bo'ladi akalar. Bu narxga olib turib, bemalol o'zingizni tabizga qarab remont qilib olaverasiz akalar. Qiziqali bo'lsa, nomer qoldiraman. Telefon qo'rasida yaxshi variantda Telegram kanalda ulgurib qolinglar. Soni cheklangan faqatgina bir dona.